shunaqasi bo'lar ekanmi? Makkora Shodimulk degan kanizak Ular bo'lgan ekanda. bo'lgan. Nazokatga o'xshagan. Nazokat Demak, o'sha paytda ham shunga shunaqa ayol. mahkum qilgan. Ammo o'sha ayol hiyla bilan toifasidagi ayollar bo'lgan. Amir Temur tirikligida Shodimulkni Halil sultonning qo'yniga kiradi. Shundan keyin shoh uni sehri makri tufayli Xuddi Sodiqboyga o'xshab, ha jallod qo'lidan qutulib keyinroq tufayli Temur yiqqan hamma narsani o'sha ayolga topshiradi. Nafaqat Sodiqboy, balki men ham shunaqa qilgandirman. Keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, o'tir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo, o'zingiz o'tiring. O'tir. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima bo'ldi? Mayli. Mayli. Yaxshi yetib oling. Yaxshi qoling. Menga har doim gul jo'natadigan odam mana shu odam. Anu eshikni oldiga kelmadi. Xavotir olma. O'zimiz Bu odam kim? Ha, bu dadamning shogirdlari. Ha, afzal. Shu odammi o'sha? Shu odam. Bilamamiz. Sizning muammolaringizni shu hal qilib beradimi? Ortimdan 10 yildan beri yuradi. Inini topib keldim. Ertaga borib cho'p tiqib kelaman. Barakalla. Afzalbek, alamingizni aroqdan olyapsizmi? Yoki Voy. Men buni mensimasdan Afzalga turmushga chiqqandim. Oldilariga borganinglar yaxshi. Baribir sizlar hali alohida yashashga yosh. Qizimni ozgina ko'ngliga qarang. Hozir unga oson emas. Ota-onalar Qanaqa ko'rsatishni o'ylayapman. Oddiy. Men 10 sonlik chimoni bermoqchi emasman. Uni qiynalishini,